Assalomu alaykum barcha obunachalarimizga. Navbatdagi videolarimiz Nexia 1, Nexia 2 lardan bo'ladi. 20-aprel sanasida. Xo'p do'stlar, Telegram kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Silkasi kommentariyada yozib qoldiraman. Yana opsiyaniyada ham bo'ladi. Bemalol ustiga bossangiz Telegram kanalga olib o'tadi. Kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin do'stlar. Like'larni ham ayamaysizlar. Fikrlar albatta kommentariyada. Videolarimiz faqat va faqat obunachilarimiz va sizlar uchun do'stlar. Charchash bo'lmasin. Navbatdagi mashinamiz Nexia 2 oq rangda 2011-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Kraskasi 30-40% kraskalari bor ekan. Mashinamiz 1.6 motorda, metan gazlari bor ekan. Motor korobka ходовойlarda ishi yo'qmi? Motor korobka ходовойda ishi yo'q. 4 ta balon yangi. 14 lik zavod diskalar, qalpak taqilgan, yaxshi balonlar yaxshi holatda, yangi desak ham bo'ladi. Tonirovka orqa o'yinida sal pastroq foizda bor ekan, nikel xrom, vetrovik bor ekan. Yurgani qancha ekan? 106 ming. 106 ming probegda, lyuks elektronika, polik, rezin polik chixollari, barlari ham bor. Bitta bagajda ham knopkasini bosib olsangiz agar tonirovkalari yo'q ekan, pioner kalankalari bor. Foizi pastroq o'xshab ko'rindi. Tonirovka yo'q ekan do'stlar. Nexia'ning hamma qiziqadigan joylari mana. Zo'roq zanglagan joylari bor ekan, lekin skladkalari yo'q. Hech qanday udalari yo'q. Metan balonimiz. Mana kapronga o'xshab ko'rinyapti. Endi kelib ko'rib tekshirib olasizlar. Qayerda mashina ekan? Payariq chelakli mashina. Payariq chelakli mashina narxiga kelsak 50 million so'm deyapsiz, kelishadigan joyi bor. Shtirga sanasaga bir 40-42 larga kelish olam. 40-42 larga bo'lmaydi-yu. Kelishamiz a. 42 million puli borlar telefon qilib kelsa yo'g'ini kelishamizmi? Kelishamiz. Qanaqa variant qilib bera olasiz? 5 oygacha variant qilib beramiz. Qancha puli borga? 20-25 million bo'lsa. 20-25 million puli borlarga 5-6 oygacha variant, ha? Shunday. Telefon raqamingiz? 88 lik. 88 lik kod 287 287 9003. 9003 telefon raqamlariga aloqaga chiqib, mashinani kelib ko'rib, yana savdolashib olamiz do'stlar. Naqdga variantga iloji bor ekan. Aloqaga chiqamiz. Navbatdagi mashinamiz Nexia 2 metalik rangda 2014-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Kraska holati. Kraska bir 20% bor, shu ikkita krилосda bor. Kapotda petnocha bor. Almashmagan, ha? Yo'q, yo'q. Xo'p, bitta ko'ramiz. 1.6 motorda, metan gazlari bor, konditsionerlari ham bor ekan. Motor, korobka ходовойlarda Hech qanaqa xarajat yo'q, to'lki minish kerak. konditsioneriga nima deymiz? Ishlaydi. Ishlaydi. 14 lik diskalar, mexki balonlar holati yaxshi holatda ekan, qalpak taqilgan. Tonirovkalari ham bor ekan mashinamizda. Shumka ham bormi? Shumka polna mashina. Polni shumka, lyuks elektronika, polik, 7D polik, chixol barlari ham bor ekan. Qancha yurgan ekan? 3 kurubga yaqinlashgan. 300 ming probeg desak ham, laboyda urilgan joylari bor ekan. Bitta o'zi bagajlarini ham, orqa salonlarini ham ko'ramiz. Pioner magnitofon original, Pioner magnitofon ham qo'yilgan ekan originaldan. Xo'p, kanal Kenwood kolonkalar turibdi mashinamizda. Esdan chiqmasin, har bitta narsaga ahamiyat bersak yaxshi bo'ladi. Xo'p, mashinamiz yon holatlari. Metan gazmi? Ustalik metan gaz. Nimaga hamma mana shu polni orqasiga qiziqadi? Polni orqasiga mana Hamma joy o'ziniki, ha? radnoy. Bo'ldi, qo'ysangiz bo'ladi. Tomondan bitta ko'ramiz. Mashin qayerdagi ekan mana yon holatlar? Narxiga kelsak. Narxi 4,5. 4,5 ming dollar o'tib beramiz. O'tib beramiz. Shtirga sanasa shu 4 largami, 4 dan o'tibmi kelishsak bo'ladimi? Agar sizda obunachilaringiz bo'lsa, telefon qilsin, gaplashamiz. 4 larga kelisha olamiz, ha? Kelishamiz. Variant nasiyasi qanday bo'ladi? Kelishamiz, Telefon qilsa, unisini ham kelishsa bo'ladi. Bo'ldi. Bo'lmasa telefon raqamingizni qoldiramiz. 90 lik 90 lik kod 448 448 2077. 2077 telefon raqamlariga aloqaga chiqib, mashinani ko'rib savdolashib olamiz. Variantga ham iloji bor ekan. Navbatdagi mashinamiz Nexia 1 metalik rangda 2008-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Oxirlarida o'zi, bundan keyin Nexia 2 bo'lgan. Aka kraskaga nima deymiz?
3ta petnosi bor. Detaldami yo bitta detalda 3 ta petnomi? Bittadan 3ta detal. Bir qatordan shofer tomonda. Bitta, ikkita, 3 ta detalda petnosi bor ekan. Shu kirloda petno bor. Orqa kirloda petno, o'rta eshikda, shofer eshigi. Kalenka mana o'rta eshik pastda. Ha, bo'ldi. Sal qol ko'rinib turibdi. 1.5 motorda metan gazimiz bor. Motor korobka qadovlarda ishi yo'qmi aka? Yo'q. 14 lik diskalar qo'yilgan, ballonlar holati o'rtadan sal pastroq. Tonirovka bor, vetrovik bor. Pozitsiyasi 1 ekan, prostoy. Polik zavod, rezin polik, chixol barlari bor. 195 ming yurgan ekan, Magicar pultlari ham bor ekan. Bitta bagajni ham ko'ra olamizmi aka? Metanimiz 100 talikmi? 100 talik metanimiz. Ha, pollari. Aka qayerda mashina ekan? Juma Pazdarg'omdan. Xo'p, Pastarg'om Jumani mashina narxiga kelsak. Narxini aka oxiri tochkasi 4000 bo'lsa tepamiz. 4000 ga yo bir nima yana kelisharmizmi? Yo'q. Ular men bir dehqon bo'lsa, 4,5 deyapsiz, 4000 bo'lsa tepib beramiz. 4000 ga ko'ngil qisqasi yana bir kesa bir piyola choy ustida hech bo'lmasa bir 100 ga Bitta tortishaylik. choy qilib beramiz mehmon. 100 ga tortishaylik aka shuni. Yo'q, tortish olmaymiz. Hey, 50 ga tortishamizmi? Achinarli. Achinarli ahvolda turibdimiz ya. Kelishsin bo'lmasa yo'g'ini yana ko'ramiz. Variant yetmaganiga qanday ilojni qilamiz? Kutamiz. Qancha puli borlarga? Mumkin. Bir oymi? Telefon qilishak, gurung qilamiz. 1 oygacha qilamizmi? Qilamiz. 1 oygacha yetmaganning iloji bor ekan, variantga atak iloji yo'q. Yana telefon qilib ma'lumot olishlaringiz mumkin. Telefon raqamingiz 90lik 90 lik kod 224 224 29 20 29 20. 20 telefon raqamlariga aloqaga chiqamiz, mashinani ko'rib savdolashamiz do'stlar. Navbatdagi Nexia'miz Nexia 2 oq rangda 2014 ga 15 ekan. Kuzov 15, yili 14. Xo'p, gibrid motorda ekan mashinamiz. Propan gazlari bor. Kraskasiga nima deymiz? Bitta joyga petnochasi bor. Qolgan joy radnoy. Qarradmi? Javobgami? Yo, ustoga ko'rsatsinmi? Usta ko'rsaversin. Mana Xo'p. mashina kuning o'zingiz baho beravering. Konditsionerga nima deymiz? Ishlaydi. 14 lik zavod diskalar, charmxom yaxki balonlar yangi holatda ekan, qalpak taqilgan. O'zlari usta bo'ladilar. Bitta detalda petno bor ekan. Xo'p, oynalar polni toza, lyuks elektronika, polik zavod, rezin polik, chixol barlari bor ekan. Qancha yurgan ekan usta bu? HD1 kuru blokdi. Ha, 100 mingga yaqin bo'lyapti yurgani. Kam yurgan ekan mashinamiz. Polni ideal holatda turibdi mashinamiz. Kelib ko'rib tekshirib olasizlar yana. Xo'p. Samarqand shahrida mashina. Narxiga kelsak. 6200. 6200 deb Yana turib, kelishamiz. naqd pul bilan kelsa agar 5,5 larga kelishamizmi? Sal kamroq bo'libdi-da. 5,5 bilan kelsin, yo'g'ini o'zimiz kelishib olamiz a? Rahmat, rahmat. Qancha o'samiz? Shu 5,5 ham yomon pul emas, shu 600 ga olib ketsinmi? Bo'ldi gap yo'q. 5600 ga olib ketishlaringiz mumkin ekan do'stlar. Variant nasiya Endi o'zi katta pul emas-ku. yo'q, o'sha katta pul emas, ana shu katta pul yo'qda o'ziga. Ha, lekin to'g'ri gapingiz. 3000 puli borlar kelaversinmi? Yo'q, kelmasdi. Necha? Sirazu. Faqat naqd. Faqat naqdga ekan do'stlar, telefon raqamingiz. 93lik. 93 lik kod 349 349 26 26 33. 33 telefon raqamlariga aloqaga chiqib, mashinani ko'rib, yana o'zlaringiz savdolashib olasizlar do'stlar. Navbatdagi mashinamiz Nexia 2 mokri asfalt rangda 2016-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Kraska bor ekanmi aka? 30% kraskalari bor. Gibrid motorda, metan gazlari bor mashinamizda. Konditsionerlari ham bor ekan. Xo'p, 14 lik zavod diskalar, Linglong zavod balonlarida turibdi mashinamiz. Qalpaqlar taqilgan. Tonirovka. Yondan bitta baho beramiz mashinamizga, Passatga. Cho'ktirilgan. Xo'p. Lyuks ikkinchi pozitsiya elektronika, polik zavod, chixol,
rezin polik barlari bor ekan. Salon holatlari. Aka qancha yurgan ekan? 200 ming probekda boshimiz. Mana shu eshiklar pastda ochilmagan ekan. Belli. Bitta bagajni ham ko'raylik aka. Ha, pultdami? Ha. Polni shumkami? Mashinamiz 100% shumkada ekan. Aka Samarqand shahrida mashinami? Narxi 5800 kelishtirib beraman. Hamma bor. $5800 o'tib beradigan joyi bor. Xo'p, baland emasmi misol yo'q kelishamizmi? Kelishtirib beramiz aka. Pulini naqd bo'lsa 5 larga kelisha olamizmi? Yo'q, 5 dan baland. 5200. Shu 5300. 5200-300 larga kelishsa bo'ladi, ha? Qanaqa puli bo'lsa kelishsa bo'ladi. naqd puli bo'lsa kelishsa bo'ladi. Qanaqa variantlarda iloji bor? Любой вариант iloji. Qancha puli bo'lishi kerak variant qilishimiz uchun? 3000 puli borlarga любой xil variantda iloji bor. Bank ham qilib beramizmi? Bo'ladi. Bank qilish uchun qancha puli bo'lishi kerak? Bank 35 million chiqadi-da. Ha, 35 million. Unga ham shu 3000 puli bo'lishi kerak-da o'rtacha. Shu 2,5 million. 2,5 ming dollar puli bo'lishi kerak. Telefon raqami aka? 93lik 93lik kod 852 852 97 96. 97-96 telefon raqamlariga aloqaga chiqib, mashinani ko'rib, yana savdolashib olib ketishlaringiz mumkin do'stlar. Navbatdagi Nexia'miz Nexia 1 oq rangda 2000-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Kraska holati. Kraska osvejit qilingan, полный. Polni osvejit bo'lgan ekan mashina. Xo'p, son stramblyor motorda metan gazlari bor. Motor korobka qadovoylar aka. Qadovoy sizlarni motor yo'q, yemedi cho'tki. Qadobka ham cho'tki. Xo'p, 14lik diskalar qo'yilgan, yaxki balonlar yaxshi holatda kompakt taqilgan. Sistema Lans'dan o'tdaylab dons qo'yilgan. Tormozli sistema dons bo'lgan. Ha, tormozning sistemasi dons bo'lgan ekan, o'shanga 14lik diskalar qo'yilgan. Qisqasi xarajati yo'q aka? Yo'q, motor 1.8 qo'yilgan. Ha, 1.8 qilingan ekan motori ham. Orqonlar tonirovka, nikel xrom vetroviklari bor, lyuks ekan, elektronika, polik, rezin polik, chihol barlari bor, rullar ham marka rullar. Xo'p, probeg 299 ming probegda ekan. Torpedolarda chihollar bor, video registratorlari ham bor ekan, barlari ham bor. Pioner magnitofonlar ha? Ha, Pioner original Cadillac rullar ekan. Sony Exploit magnitofon kolonkalar turibdi mashinamizda. Bitta bagajni ham ko'ra olamizmi aka? Ustalik metan gaz bilan. Ha, 80 talikmi? 80 talik ekan. Polni shumka, qo'llari. O'sha pol shumka bo'lgan. Ha, polni so'z shumkada ekan mashinamiz. Aka, Samarqand shahrida mashinami? Ha, Samarqand shahar. Narxiga kelsak. So'mda 45 million so'ralyapti. So'mda 45 million so'm so'rab turibmiz, kelishadigan joyimiz bor. Puli naqd bo'lsa bir 35-36 lardan boshlasak aka. 35-36 lar sal kamlik qiladi. Ha, yo'g'ini kelishamiz keyin. Ha, bo'ladi kelishsak. Qanchalar kelishamiz? Men aytmoqchi bo'lganim 35-36 million puli borlar telefon qilsa yo'g'ini kelishsa bo'ladimi Ha, demoqchiman. bo'ladi. Variantlarimiz-chi aka? Variantlarimiz salgina qisqaroq vaqtga bo'ladi. Qancha vaqt? Bir oygami, ikki oygami? Bir oygada. Bir oyga. Qancha puli borlarga? 30 ni berib yo'g'ini keyin Ha, kelishamiz. 30 million puli bo'lsa, qolganini bir oygacha qilib beramiz desa bo'ladi, ha? Bo'ladi. Xo'p, aka, bo'lmasa telefon raqamingizni ayting. 93 93lik kod 353 353 76 76 telefon raqamlariga aloqaga chiqib, qo'l bir qo'l motor. ha, salondan bir qo'l mashina ekan. Telefon raqamiga ahamiyat berib, bitta mashinani ham raqamiga ahamiyat beramiz do'stlar. Navbatdagi Nexia'miz Nexia 2 oq rangda, bu ham 2009-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Bu Dons 1.6 motorda. Kraskasiga nima deymiz?
Bunda ham petnolari bor ekan. Nechta petnosi? Ha, shumi boshqa yo'qmi? Bo'ldi. Ikkita joyda petno. Bu tomonda ham bor. Ha, 3 ta petnosi bor ekan bo'lmasa. 3 ta bo'ynaki mayda-maydami? Ha, shu. Mana jilkalarni ko'rsatdim. Ha. Zo'r turibdi. Xo'p, 1.6 motor, eksportniy variant ekan, metan gazlari bor. Benzinga ham aniq ishlaydi. Benzinga ham, metanda ham bir xil. Motor korobka hadoylardi. Javob. 14 lik zavod diskalar. Bez kalpak balonlar holati yangiday turibdi. Charmxo balonlar qo'yilgan ekan. Orqalari sal boshqacha xil balondan. Tonirovka nikkel xrom bor. Lux elektronika, polik, rezin polik, chexol barlari bor ekan. Rullarda ham, tasvirlarda ham chexollari bor. Magnitofonni originalni qo'ydim. Tesla monitor, video registratorlari bor ekan. Bor bular. Yurgani qancha buni? Ham sal 240 ta oshgan. 200 mingdan sal o'tgan ekan. 220 ming deb qo'yamiz. Hay. Shumkasi bormi deyman bu mashina? Ha, shumka. Yo'q, yopmang. Hozir bagajdan ko'ramizda. Yo'q. Xo'p, metan gazlari. Mana ishchasi sal ikkita. Qayerda mashina ekan, tog'a? Hozirg'am Pastarg'omda mashina. Narxiga kelsak. 4,5 so'raymiz, kelishtiramiz buni. 4 ga olib ketsinmi? Qo'shadi, hozir qo'shadi. 4 bilan kelaversin, ha? Ha, 4 bilan kelaversin, qo'shadi. Yog'ini bir piyola choy ustida kelishib olamiz, ha? Ha, shunday. Bunga variantlarga nima deymiz? Endi menga narxi kerak-da. Bir oylargacha mumkin lekin. Uchi bo'lsa, qolganini birovga qilib beraman desa bo'ladimi? Bo'ladi. Telefon raqam ayting. Qilgandan bir ko'rsatib qo'ying bo'ladi. Ha, unda zang Zo'r olib, turibdi. zang olib chirib ketmagan ekan. Ha, vashim. 88 907 69 Xo'p, 88 lik kod 917 69 69 telefon raqamlariga aloqaga chiqib, mashinani ko'rib, yana savdolashib olamiz do'stlar. Navbatdagi Nexia'miz Nexia 2 metallik rangda 2009-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Kraskasiga nima deymiz? Javob. Zo'r. Ikkita detalchasi pitterlari bor. Qolgan joyi radmi, ha? Jilkachalardan bir ko'rsatib. Aha, xo'p. Sound Scrambler motorda konditsionerlari bor. Ishlaydi. Metan gazlari bor ekan. Bitta baho beramiz, ha? Shular ko'rsatib ko'rsin. Xo'p, motor korobka hadoylarda ishi yo'qmi? Zo'r. 14 lik diskalar qo'yilgan, kalpak taqilgan, mexik balonlar holati yaxshi, yangi desak ham bo'ladi. Tonirovka nikkel xrom vetrovik bor. Chopkani qancha chopkani? 200 ming kilometr yurgan ekan. Xo'p, polniy lux elektronika, polik zavod, rezin polik, chexol barlari bor ekan. Tesla monitorlar turibdi mashinamizda. Antiradar, lavoyda yolgan joylari bor. Aha. Video registrator qo'yib berishadi menimcha. Kolonkalari keyin o'tgan kolonkalarga o'xshash kolonkalar. Mashinamiz yon holatlari. Ustalik metan gaz. Mashin qayerdaki ekan? Go'zalken. Pastarg'om Go'zalken. Generalida yuribdimi? Ha, general. Narxiga kelsak. 4700. 4700 o'tamiz. Ha, o'tiladi. Baland emasmi, tog'i yo'q kelishamizmi? Ya kelishamiz. Naqd pul bilan kelsa 4lar bilan kelsinmi? Yo'q. Bozor necha so'radi? 4,5. Bozor necha so'radi? 4300, 4400 olur. Bermadingiz. Yo'q. Ko'nglingiz 4,5 ga. Yana kelisha olamizmi? Endi qon kelsin, yana ham ko'ramiz. Yana kelsa muomalasiga qarab kelishamiz, ha? Variantlarimiz qanday bo'ladi? Gata kutamiz u, lekin Qancha puli borlarga masalan kutish 1-2 oygacha kuta olamizmi? bir oylar. 1 oylar. Ha. Xo'p, bo'lmasa telefon raqamingizni qoldiramiz. Qiziqqanlar aloqaga chiqishsa, yana gaplashib ko'ramiz, ha? 4,5 dan yana kelishamiz-a bo'lmasa? 4,5 pastlar qiyin. Qiyinroq ha kelishimiz. Xo'p, telefon raqam ayting. 93lik 93lik kod 280 280 96 31. 96 31. 3000 puli borlarga 2 oyga qolganini variant qilib bera olasizmi?
Shunaqa variantlar bo'lsa, kelishsa bo'lar ekan do'stlar. Aloqaga chiqamiz. Navbatdagi Nexia'miz Nexia 2 metallik rangda 2013-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Kraska holati. İşten posta ve bir çekse. Eshikdan pastiga Pastaya bir çekse. shofer eshigida, ha? Pastda bir çekse. Ha, o'rta burchagida joyda petno bor ekan. Qolgan joylari radna ekan. 1.6 motorda, metan gazlari bor, konditsionerlari bor. Hamma joyi yaxshi. Mahada. Xo'p, Lacetti diska balonlar qo'yilgan ekan. Balonlar holati o'rta, orqa o'yinlarimiz tonirovka, nikel xrom vetroviklari bor. Qancha yurgan ekan? Lyuks İlk biri. elektronika, polik zavod, rezin polik, chexol barlari bor ekan. 200 ming yurgan ekan mashina. Mashinamiz yon holatlari. Xo'p, qayerda mashina ekan? Narxini ayting, to'g'ri. Go'zalkent Pastarg'omda mashina narxi 4800 ya. 4800. Taqalishini o'zingiz aytasizmi, o'zim aytaymi? Tür yarım olsa veriyorlar. O'tib bering buni. Yok. Ötüp Bunisiga hay o'tmadingiz mayli, bunisiga o'ting. Ya ya. 400 larga olib ketsinmi hay? Yok yok kamlıklar. 450 ga berdingizmi? Ya ya. Yo'q, qattiq odam ekanlar, men qattiq desam agar. Tür yarım. 4300, 4400 puli borlar telefon qilsam, yo'g'ini bir piyola choy ustida kelishamiz. Shunday. Erimiga deydi-ku, sunnatiga bir nima o'tarsiz, jamoatcha qattiqlik qilmang. Qo'lda ochiqroq qiling, mashinalar sotilsin. Shunday. Variantlarga nima deymiz? Variant bir oy kutamiz. Bir oyga yetmaganning iloji bor ekan do'stlar. Telefon raqamingiz 93'lik 93lik kod 88 808 1388. 1388 telefon raqamlariga aloqaga chiqib, mashinani ko'rib yana savdolashib olasizlar do'stlar.